Xullas, bu galgi mavzu juda ham jiddiy va qaltis, hattoki sizning eng yaqin insoningiz ham mana shu muhit ichida bo'lishi mumkin. Hattoki mavzuning jiddiyligidan va bugungi kunda katta muammoga sabab bo'lishidan davlatimiz rahbari ham bu mavzuga e'tibor qaratdi. Hattoki davlat darajasida yig'ilish ham o'tkazildi. Ya'ni bu narkotik va psixotrop moddalarning savdosining rivojlanishi va bularga yoshlarning ko'proq kirib ketishi. Shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, bugungi kunda an'anaviy narkotik mahsulotlar o'rnini aynan mana shunday psixotrop va kimyoviy narkotik moddalar egallab oldi. Lekin hali bu narkotik moddalarning savdosi o'lgani yo'q. Giyohvandlik olamida ikkita yo'l bor. Sotsang qamalasan, iste'mol qilib vaqtida to'xtamaydigan bo'lsang, uning oxiri o'lim bilan tugashi mumkin. Hamma o'ylaydi, bitta qilaman bo'ldi, chiqib ketaman, irodam bor, qolganlarga o'xshamaganman va erkakman deydi. Bitta qiladi, lekin qaytib chiqish iloji yo'q. Bitta tadbirni o'zida 50 kilogramm, 60 kilogrammgacha aniqlaydi. Bitta tadbirni o'zida. Endi tasavvur qiling, maktab qizlari ular, ikkitasi o'lgan. Peredoz bor. Qiz bilan tanishsangiz, o'sha nefing bormi deydi, bo'ldi. Любой narsaga rozi, nima qilsangiz. Yil qizimiz aravachada psixoaktiv moddani ko'p miqdorda qabul qilgan. Qizchamiz bir umrlik nogiron. Dunyo giyohvandlik tahdidining yangi bosqichiga kirib bo'ldi. Balki bu ba'zi mamlakatlarda oddiy ko'rinadigan holga ham aylandi. Tasavvur qilishingiz uchun aytaman, 10 yil muqaddam asosiy xavf manbai sifatida geroin, gashish, kokain va shunga o'xshash moddalar haqida gapirilgan bo'lsa, bugun ular qatoriga sintetik giyohvandlik vositalari ham qo'shildi. Oddiy misol, jahon bozorida 12 mingdan ortiq turdagi giyohvandlik moddalari aniqlangan bo'lib, faqat 2024-yilning o'zida 180 ta yangi psixofaol moddalar qayd etilgan va bu raqamlar kundan kunga oshib bormoqda. Hozir tayyorlagan kontentimiz boshqalardan farq qiladi. Chunki bu galgi sonda siz psixotrop moddalarni kuryer sifatida sotib, hozir to'g'ri yo'lga qaytganlarning, shu bilan birga uni iste'mol qilib davolanib yurgan yurtdoshlarimizning real hikoyalarini tinglaysiz. Ammo bu suhbatdoshlarni ko'ndirish va ular bilan gaplashish oson bo'lgani yo'q. Cho'chmam kladkasi-yu. Ko'rsam bo'ldi. Ovoz ohanglarini o'zgartirish va yuzlarini ko'rsatmaslik evaziga ulardan intervyu olishga rozi qildik. Shu bilan birga loyihada sintetik giyohvand moddalar oqimini kamaytirishga, balki butunlay yo'q qilish uchun kurashayotgan huquqni muhofaza qiluvchi organlarning aniq faktlarini ham eshitishingiz mumkin bo'ladi. Bilasizmi, narkomaniya bugun butunlay yangi ko'rinishga o'tyapti. Endi ularni oddiy narkotik moddalar emas, balki sintetik va psixotrop mahsulotlar sifatida ajratishadi. Hozirgi bozorda moddalarning aksariyati kichik dorilar ko'rinishida sotiladi va ularning kuchini oddiy odam ko'rib turib ham tushuna olmaydi. Tendensiyalar keskin o'zgargan. Psixofaol moddalarning olib kirilishi, ishlab chiqarilishi va sotilishi yangi bosqichga chiqib, hatto marketing qo'shilgan yirik industriyaga aylangan. Savdo jarayoni esa ko'z bilan tasavvur qilish qiyin bo'lgan murakkab zanjir orqali amalga oshmoqda. 15 yoshimdan boshlab nasha chekish boshlaganman. Kimga yetmayman, bitta zo'r narsa bor, qarchi zo'r narsa chiqqan, bu dedilar. Sintetik mefedron degan modda chiqqan ekan. O'shani qilib ko'r dedilar. Qilib ko'rdim, tushunmadim boshida.
birinchi qilib ko'rdim, tushunmadim. Sal boshim aylandi. Unaqa o'tirib qolaman deb o'ylamagandim. Unaqa irodam bor, kuchli, qolganlar u bitta qiladi, o'tirib qoladi. Men unaqa o'tirib qolmayman deb o'ylagandim. His qildim-da o'zim, unaqa hamma tashvishlarni unutib, faqat mana shu miyam zo'r ishlab, hammadan aqlliman, mana bunaqa qilib tashlayman endi, mana bunaqa bo'ladi deb. Hamma o'ylaydi, bitta qilaman, bo'ldi, chiqib ketaman, irodam bor, qolganlarga o'xshamaganman, men erkakman deydi. Bitta qiladi, lekin qaytib chiqish iloji yo'q. Aynan mana shu mavzu yuzasidan bir oy yurib shunday xulosaga keldikki, xorijdan kelayotgan psixotrop moddalar bir tomoni, balki uni O'zbekistonda tayyorlanayotgani alohida mavzu. Chunki aynan bugungi kunda mana shunday mahsulotlar hujralarda va kvartiralarda mini laboratoriya sharoitida ham tayyorlanyapti. Mana shunday tayyorlangan mahsulotlar bugun O'zbekiston bozorida anchagina xaridorgir va ularning asosiy iste'molchilari bugun yoshlardir. Avvallari mamlakatimizdan tashqari hududlardan chegarani aylanma yo'llari orqali olib kirilar edi. Hozir esa mamlakatimiz hududining o'zida narkolaboratoriyalar tashkil etilgan. So'nggi yilning o'zida 10 dan ortiq mana shunaqa narkolaboratoriyalar aniqlandi. Yuzlab kilogramm sintetik turdagi yoki kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini tayyorlayotgan, ularni o'sha kapsulalarga yoki tabletkalarga o'sha bo'lgan holda, taqsimlagan holda tarqatish uchun tayyorlab qo'yilgan holatlarda aniqlandi. Mana oxirgi mana shu oktyabr oyida aniqlangan narkolaboratoriyada ham 35 milliard so'mlik qariyb kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari saqlab kelinayotgani, tayyorlanayotgani va noqonuniy yo'llar bilan tarqatish uchun tayyorlab qo'yilgan holda qo'lga olindi mana shu jinoiy guruh. Ilgari narkotik mahsulotlarni katta partiyada olib kirish nihoyatda qiyin bo'lgan. Uni yashirincha kiritishda davlat nazorati, bojxona tekshiruvi va kuchaytirilgan jarayonlar narkobaronlarga yaxshigina xalaqit bergan. Bugun esa sintetik giyohvand moddalar savdosida shu qadar murakkab strategiyalar ishlayaptiki, ularni aniqlash oson emas. Chunki ilgari narkotik mahsulotlar katta partiyalarda olib kelinib, barigalarga bo'lib berilardi. Savdo qo'ldan qo'lga amalga oshirilgan. Narkomanlar esa bu barigalarni qanday va qayerdan topishni yaxshi bilishgan. Hattoki qo'lga tushgan taqdirda ham kim sotganini tezda aniqlash imkoni bo'lgan. Olib kiruvchilar aniq shaxslar ekanligini ko'pchilik bilgan. Bugun esa bu tendensiya o'zgardi. Sintetik giyohvand moddalarni kim olib kiryapti, sotuvchilar kim, xaridor qayerdan sotib olish kerak, hammasi birgina telefon orqali boshqariladi. Psixotrop moddalar savdosi rivojlangan biznes tarmoq sifatida global bozorga kirib kelmoqda. 2020-yilda sintetik turdagi giyohvandlik vositasi O'zbekiston hududida tasavvur qilishingiz uchun 1 kilogrammi 300 gramm aniqlangan. Hozir esa bitta tadbirning o'zida 50 kilogramm, 60 kilogrammgacha aniqlangan. Bitta tadbirning o'zida. Bu xavfni o'sha darajasidan, ko'lamidan dalolat beryapti. Bir paytlar keng dalalarga yashirilgan yetishtirish manzillari va katta partiyalar endi ko'chma narkolaboratoriyalarga almashtirildi. Ko'cha savdosi o'rnini, ya'ni narkobozorni raqamli narkoshoplar egalladi. Bariga deb tanilgan sotuvchilar o'rnida esa virtual administratorlar tarmoqni boshqaryapti. Tarqatish jarayoni ham qo'lma-qo'l savdo emas. Endi bu ishni narkokuryerlar yashirin punktlar orqali ko'zga ko'rinmaydigan sxemalarda amalga oshirmoqda. Texnologik jarayonlarning yana bir xavotirli tomoni esa naqd pulda sotilgan narkotik mahsulotlar davrini endi onlayn kriptobozor egallab oldi. Ya'ni xaridor hech kimni ko'rmasdan telefonga tashlangan lokatsiya orqali psixotrop moddani olib ketadi. Kriptoaktivlarni esa bemalol telefon orqali sotib oladi va ularni almashtiradi. Bir narsa aniqki, sintetik giyohvand moddalar savdosida naqd pul to'lovi umuman amalga oshirilmaydi. Eng qizig'i, bunday marketing strategiyalari hatto ba'zi yirik tadbirkorlarda ham umuman yo'q. Endilikda giyohvandlik vositalari internet orqali, jumladan darknetda ham sotilmoqda. Kriptovalyuta orqali to'lov va anonim yetkazib berish, shuningdek zakladka usulida tarqatish narkobiznesni deyarli aniqlab bo'lmas darajaga keltirmoqda. Darknet har kuni minglab noqonuniy savdo operatsiyalari amalga oshiriladigan global maydonga aylandi. Sintetik moddalar esa rasman taqiqlanguncha allaqachon ommalashishga ulgurmoqda. Bu raqamli soya davlatlar o'rtasidagi chegaralarni yo'qqa chiqarib, narkotahdidni yangi avlod kiberxavfiga aylantirmoqda. Ammo nima bo'lgan taqdirda ham bunday qonunbuzarlarni qo'lga olish ishlari jadal davom etmoqda. Prezident davlat xavfsizlik xizmati bilan birgalikda olib borilayotgan tezkor tadbirlar davomida aynan shu narkotik moddalari, psixotrop moddalar bilan
bog'liq bo'lgan jinoyatlarni sodir etilayotgan shaxslar ushlanmoqda. Ularning asosiy turlari, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda faoliyatini olib borayotgan shaxslar, ya'ni Telegram kanallarda juda ko'p yopiq kanallar bor. O'sha kanallarda narkotik vositalarni, psixotrop moddalarni sotish bilan shug'ullanishadi. Sotishni asosiy turi o'zimizni so'm qiymatiga sotib bo'lmaydi. U faqatgina kriptoaktivga sotish mumkin. Shuning uchun ularga bundan tashqari yana kripto obmenniklar, ya'ni yordam beradi. Asosiy faoliyat turi o'zimizni so'm miqdorimizni kriptoaktivga aylantirib berish va shu bilan fuqaro bilan narkoshopni bog'lab qo'yish. Bunda ularning tartibi fuqaro narkoshopga murojaat qilgandan keyin avtomatik kripto obmennikka o'tadi. Kripto obmennikka aynan unga kerak bo'lgan kriptoaktivni yozgandan keyin kripto obmennik unga so'mdagi qiymatini hisoblab beradi. Hisoblab bergandan keyin elektron hamyonga, narkoshopni elektron hamyoniga o'tkazib beradi va buni chek bilan tasdiqlab beradi. Laboratoriyada yetishtirilayotgan mahsulotlarning sotuvchilari kimlar? Hozir biz sizga tushuntirib beramiz. Ya'ni katta partiyada mahsulot keladi va ular laboratoriyada ham yetishtiriladi, balki chetdan ham keladi. Va aynan mana shular turli xil qadoqlarda narkoshoplarga bo'lib beriladi. Kuryerlarni esa adminlar oddiy messenjerlar orqali boshqaradi. Shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, aynan mana shunday mahsulotlarni sotuvchilarini topish bugungi kunda qiyin emas, chunki oson pul topish ilinjida harakat qiladigan insonlar juda ko'pni tashkil etadi va ular oddiy ijtimoiy tarmoqda bir haftada yoki 5 kunda falon pul toping degan e'longa quloq solib mana shu ishga qo'shilib qolishadi va ularni adminlar boshqaradi. Yana bir gap, psixotrop moddalar savdosi shu darajada transformatsiya bo'ldiki, xaridorlar ko'lami keng va uni sotib oluvchilarning yosh chegarasi ham o'zgardi. Uzoqqa bormaymiz, 7-8 yil oldin asosiy narkotik mahsulotlar sifatida geroin, kokain, gashish kabi moddalar insonlar orasida ommalashgan bo'lsa, bugun psixotrop moddalar bozorida yangi nomlar kirib keldi. Nimaga bunday nomlar ko'p desangiz, jargon atamalar ko'pchilikka ma'lum bo'lganidan so'ng uni savdogarlar tezda o'zgartirib, qaytadan savdoga chiqaradi. Qahramonimiz sintetik giyohvand moddalar savdosidagi sxemalarni juda ham yaxshi tushunadi. Ko'rganlari, ishtirok etgan jarayonlari juda ham ko'p va murakkab. Ammo u bugun to'g'ri yo'lda. Kimlargadir qilib yurgan ishdan yaxshi xulosa chiqarish uchun u bizga barchasini so'zlab beryapti. Podizmdan chiqyapman, 10 tomonimga qarab. 3 ta maktab qiz o'tiribdi, 9-sinf, 8-sinf, mana shunaqa yosh atrofida. 3 ta katta bolalar turibdi tepasida, endi xingir qilib gaplashib turish. Oradan bir 2 soat, 3 soat o'tdi. Telefon bo'lyapti menga, tez yetikka. Qarasam, skorilar, milisalar mamlaqa. Оказывается, bilsam, ana 3 ta bola, 3 ta qizga, короче, maktab bolalariga, maktab qizlariga tabletka bergan. O'rta 3 ta qiz o'tiribdi-da, ikkitasi tizzasiga qo'yib o'tiribdi. Bitta qiz boshiga qo'yib yotdi. O'rtada o'tirgan qiz tirik qolgan, ikkitasi o'lgan. Peredozda. Endi tasavvur qiling, maktab qizlari ular. Oldin maktabda biz sigaret ushlashga qo'rqardik. Hozir maktab bolalari iste'mol qiladi. O'tirib qolgan odam bir kunda qancha sarflaydi? Va, okey, u narsani lekin agar bori, ishoning, agar qo'lingizda bor-ku, 10 ming dollaringiz bo'lsa, bir kun ichida yo'q. Orqasiga qaramaydi. U pul siznikimi, birovnikimi, farqi yo'q. Ishlatib tashlaydi, okey. Bugungi kunda tabletkalar, psixotrop moddalarning ta'siri shu qadar kuchayib boryaptiki, tabiiy narkotik mahsulotlar bularning oldida ipesha olmayapti. Ularning shunday turlari borki, ta'siri jihatidan oddiy narkotik mahsulotlardan 40-50 barobar kuchliroq. Hattoki mikroskopik miqdorning o'zi ham inson uchun o'limga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli bu moddalarning tarqalishi 21-asrning eng xavfli global tahdidlardan biriga aylanib qolyapti. O'rganib qolish esa bugungi kunda nafaqat insonning o'zi uchun, balki jamiyat uchun juda ham katta muammolarga sabab bo'lmoqda. Endi men Singapurskida o'qiganman, hamma boy bolalar o'sha yerda o'qirdi. Qizlar bilan tanishish qiyinroq bo'lardi. Guloq berish kerak, restoranga olib borish kerak. Shu bilan 600-700 dollarga ketib qolardi bitta qiz bilan tanishish uchun. Klublarga kirib qiz bilan tanishsangiz, o'sha mefing bormi deydi, bo'ldi deydi. Boshqa hech narsaga pulingizga qarang, mefingiz bo'lsa, любой narsaga rozi. Buni qilaganingizdan keyin insoniylik prinsiplaringiz ham qolmaydi. Lafzingiz, qadriyatlaringiz umuman qolmaydi. Narkochatlar bor Telegramda. 3000 ta, 4000 ta narkomanlar o'tiradi, gaplashib bir-biri bilan. Shu gashtinsalarga borardim-da, o'sha yerda qizlar qidirardim. Qizlar topardim-da, mana gashtinsadan mana buncha narsam bor desam kelardi. Ular chaqirishardi va har xil
marafon deydi bu narsani. Bitta xillaysiz, 7 kun mobaynida yana xillab boraverasiz-da. Uxlamaysiz. Bu narsa uxlatmaydi, yedirmaydi. Faqat shu suv, energetik, zivachka chaynaysiz, ovqat umuman yemaysiz. 7 kun uxlamasangiz juda zombiga o'xshab yurasiz-da. 7 kun uxlab, qatladadir, uyg'onsam, qaysidir qizlar uyida, mana shunaqa uyg'onardim-da. Buni piramida deb oladigan bo'lsak, eng yuqorida turganlari admin. Undan keyin esa kuryerlar turibdi. Kuryerlardan pastda esa mana shu mahsulotlarni sotib oladigan xaridorlar. Va bu narkoshoplar oldingilardan juda ham farq qiladi. Ya'ni avvalgi narkobaronlarga umuman o'xshamaydi. Ilgari bu ish bilan band bo'lgan odamlar ko'chada qo'rqitib, atrofdagi banditlarni yig'ib yurardi. Hozir esa bularning hammasi telefon orqali boshqariladi. Qaysi mahsulot qayerga ketyapti, qachon yetadi, barchasi ilovalar va xabarlar orqali hal qilinadi. Hech kim bir-birini tanimaydi. Na sotuvchi, na narkoshop egasi, na ularni boshqarayotgan odam. Hammasi soyada qoladi. Ammo butun tizimning eng ko'rinadigan va eng xavfli joyida bitta odam turadi. Bu boya aytib o'tganimiz o'rtadagi narkokuryer. U shunchaki joyga qo'yib ketaman, pulimni olaman deb o'ylashi mumkin, lekin aslida birinchi bo'lib ushlanadigan ham, javobgarlikka tortiladigan ham, eng ko'p jabr ko'radigan ham aynan kuryerning o'zi bo'ladi. Tizim egalari esa yashirin qoladi. Kuryer esa hammasiga javob berib, qamoqqa yetadi. Aynan mana shu jarayonlardan so'ng esa adminlar suvdan quruq chiqishadi. Kuryerning qamalgani ham ularga qiziq emas, chunki e'lon berib yangi kuryerni bemalol ishga yollashadi. Kimdir giyohvand bo'lib, qarz bo'lib, o'lib ketadimi, adminlarga umuman qiziq emas. Ular berilgan mahsulotni sotsa bo'lgani. Achinarlisi bitta bolani ushlayapman. Adashmasam borku, shu bola 14 yoki 15 yoshli bola. Aytibdi, nimaga sen bu ishni qilding deyapman-da? Nimaga sen bu ishni qilyapsan? Nimaga sen kuryer bo'lib ishga kirding? Sen hali yosh bo'lasan-ku, desam, shunaqa gap gapirdi. Men majburman deb. Meni onam anti kasal. Men hamma yoqqa bordim deb. Hech kim yordam bermayapti. Men hech qatdan joy topishni bilmadim. Bu haqiqatdan majburlikdan. Boya biz sizga narkoshoplar haqida gapirgan edik. Aynan mana shu narkoshoplarda adminlarning topshiriqlarini bajarmaydigan kuryerlar ham topilishi mumkin va ularni jiddiy jazolar ham kutib turadi. Ya'ni bu holatlar qanday bo'ladi? Kuryerlar mahsulotlarni sotish paytida yoki uni o'zlari iste'mol qilishadi yoki mahsulotning o'rniga tuz yoki kukunga o'xshagan maxsus mahsulotlarni tashlab ketishadi. Natijada sintetik giyohvand moddalarning o'rniga umuman soxta narsalar sotilgan bo'ladi. Aynan mana shular sabab ham kuryerlar jiddiy tarzda jazolanadi va ular uchun alohida komanda ishlaydi. Shunda jamoada ishlaganlarning biri Erkin. Kuryerlarning nojo'ya harakatlarini ko'rib, kuzatib, buyruqqa asosan ishlagan. Uning komandadagi asosiy vazifasi kuryerlar faoliyatini nazorat qilish bo'lgan. Qilgan ishdan suhbat davomida uyalganini tan olyapti. Hozir esa bu ishlardan ancha yiroqda yurganini ta'kidlaydi. Ishlaganman, lekin men kuryer bo'lib ishlamagan. Nakazaniyada ishlagan. Mana misol uchun bitta kuryer aldab tovar o'rniga, narkotik moddani o'rniga tuz solib ketadi. Aldayapti. Klient olyapti, u narsani tuz bo'lib chiqyapti. Menga aytishardi, kuryerga joy top, o'sha joy lokatsiyasini tashla, biz o'sha yerga narkotik moddani tashlaymiz, kuryer kelib olayotgan vaqtda sanli ushlaysanlar, uni nakazat qilasanlar degan. Ko'cha bo'lardi, boshi va oxiri. Boshida ham oxirida ham o'tiradi. Narsa bo'lsa o'rtada turadi. Kuryer kelardi, har doimgidek o'sha narsani olayotgan vaqtda biz borib ushlaydik. Konkretni o'sha nakazat qilardi. Eng minimallisi $500. $500 beradi, eng qo'shimcha narkotik moddalar beradi. Agarda har bitta barmog'iga $100 dan beradi. Bitta qiz o'tib ketdi, xullas menga aytishyapti. Aka qarang, qiz bola o'tib ketdi. 2 qat. Men aytdim o'shani, tegmalaring, u jinnimizali 2 qat qiz bola. Aka o'sha joyi titkilashyapti. U imенно o'sha qiz titkilayapti dedi. Nima ayb qilgani o'zi? Xullas kalom narkotik moddani olgan, aralashtirgan narsa bilan. Uni o'zi ham iste'mol qilar ekanda. Iste'mol qilib qo'ygani uchun o'rniga o'rin qo'yish kerak. Nima qilishni bilmasdan orasiga tuz bilan tiqib yuborgan. To'g'risi, ko'rib borib urgilarim kelmadi shu qizga. Haqiqatdan urgim kelmadi.
Ha, bu eshitganlaringiz aqlga sig'maydigan ma'lumotlar bo'lishi mumkin, lekin aynan bugungi kunda psixotrop moddalar savdosida mana shu voqealar bo'lyapti. Bunday moddalar katta partiyada kirib keladigan bo'lsa, narkoshoplarni ushlash qiyin emas. Ammo laboratoriya sharoitida kimyoviy moddalar aralashmasidan sintetik moddalar tayyorlanishini nazoratga olish, faoliyatga chek qo'yish juda murakkab jarayondir. Shu sabab ham narkolaboratoriyalar bugun bozorga kirib kelmoqda. Sababi laboratoriyada ham vahima qilinadigan darajada katta partiyani savdoga chiqarishdan ko'ra, kimgadir shubha uyg'otmaydigan darajada sotish adminlar uchun ayni muddaodir. Bu jarayonlarni esa mukammal nazorat qilish juda ham qiyin. Ko'cha-ko'yda yurganda ham tabiiy narkotik mahsulotlar hidini it olishi, sezishi mumkin, ammo biz aytayotgan kimyoviy moddalarning belgisi itlarga ham sezilmaydi. Giyohvandlikning asosiy nishoni bu yoshlar. Masalan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Osiyoning 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarning 6000 nafarining 2 yoki 5% giyohvand moddalarini iste'mol qiladi. Eng ko'p iste'mol qilinadigan giyohvand moddalar esa biz ayni daqiqalarda muhokama qilayotgan psixotrop moddalar hisoblanadi. Markaziy Osiyo aholisining taxminan 60%ni 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etishini hisobga oladigan bo'lsak, bugungi kunda aynan mana shu mavzuda profilaktik ishlar amalga oshirilishi kerak va aynan mana shu tartibda ishlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, haligacha giyohvand moddalarning va albatta biz aytayotgan sintetik giyohvand moddalarning asosiy xaridori yoshlar bo'lib qolmoqda. Giyohvandlik tahdidi faqat inson salomatligiga emas, balki iqtisod, ijtimoiy barqarorlik va ekologiyaga ham zarba bermoqda. Mutaxassislarning baholashicha, transmilliy jinoiy guruhlar daromadining 80% ga yaqini giyohvandlik vositalar savdosidan shakllanadi. Bu ulkan mablag'lar korrupsiyani, terrorizmni va odam savdosini moliyalashtirib, butun mintaqalarni beqarorlashtirmoqda. Ayniqsa iste'molchilar orasida yoshlarning ko'pligi butun boshli jamiyatni vayron qila oladigan jiddiy signaldir. Sintetik turdagi yoki kuchli ta'sir qiluvchi psixotrop dori vositalariga jalb qilinayotgan shaxs qanchalik yosh bo'lsa, bu jinoyat turi bilan shug'ullanib kelayotgan, o'zini vijdonini, umuman insoniyligini pulga almashgan odamlar uchun bu potensial kelajak degan. Ular shundan daromad qiladi. Va shuning uchun agar uni iste'mol qilayotgan avlod qanchalik yosh bo'lsa, ularning xaridorlari ko'payadi. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, ular albatta shunga e'tibor qaratishadi. Yoki yana bitta jihati, hozir yoshlar aynan maktab yoshidagi yoki oliy ta'lim muassasasida tahsil oladigan talabalar bo'ladimi, ular katta yoshli yurtdoshlarimizga nisbatan internetni yaxshi tushunishadi, yaxshi o'rganishadi va ularga kelayotgan ma'lumotlarni har xil turli bir darknetda joylashib olgan sahifalar orqali kelayotgan savollarga, murojaatlarga tezda javob berishadi. Ya'ni internetdan foydalanishda ularni tezkorligi aynan giyohvandlik vositalarini savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruhlar uchun qo'l kelyapti. O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi narkotiklar va o'qotar qurollarni nazorat qilish agentligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, aynan bugungi kunda narko jinoyat sodir etgan shaxslarning 34%ni yoshlar, 8%ni ayollar va 18%ni muqaddam sudlanganlar tashkil qiladi. Aynan mana shu tadbirlar natijasida noqonuniy kriptoaktivlarning ham oldini olingan. Sababi narko biznesning eng katta qismi aynan kriptoaktivlar orqali savdo qilinadi. Bu mamlakatimiz qonunlariga esa zid. 2024-yil, 2025-yillarda aynan Ichki ishlar bosh boshqarmasi, Prezident davlat xavfsizligi xizmati xodimlari bilan birga o'tkazilgan chora-tadbirlar davomida masalan 5 grammdan boshlab to 20 grammgacha aniqlanganlar ham mavjud. 20 gramm kam emasmi bu? 20 gramm o'tda preskуранti bor. Har bitta narkotik moddasini o'zini grammaji bor. Qaysidir grammaj 0.01 dan boshlanadi. 1 grammgacha. Shuni o'zi jinoiy anuni berishi mumkin. O'shaning uchun imенно narkotik vositalari bilan bog'liq bo'lgan jinoyat ishlari juda ham nozik, sababi har bir gramm, har bir milligramm juda ham katta rol o'ynaydi jinoiy yoki ma'muriy bo'lib ketishiga. Narkoshoplar asosiysi bu fuqarolarni shu narkotik vositalariga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqyapti va kundan kunga ko'payib ketyapti. Masalan, kripto obmenniklar ham juda ham turlari ko'p. So'mga ishlash, ularni nomlari ham juda ham ko'p Telegram yopiq kanallarida.
shug'ullanuvchi asosan 25-30 yoshgacha bo'lgan fuqarolar. Ya'ni yoshlarimiz shu bilan juda ham ko'p shug'ullanishyapti va iste'mol qilayotganlar ham asosan yoshlar. Sintetik giyohvand moddalar bo'yicha holat haqiqatan xavotirli. Agarda hozirdan bu illat yoshlar orasida keng tarqala boshlasa, bu faqat ijtimoiy yoki tibbiy muammo bo'lib qolmaydi. U millat genofondiga ham bevosita zarba beradi. Sababi shundaki, sintetik moddalarning asosiy ta'siri markaziy asab tizimi, genetik hujayralarga yo'naltirilgan. Ilgari narkomanlarning yosh chegarasi 20-25 yosh yoki undan ham yuqori bo'lgan. Bugunchi psixotrop moddalar iste'molchilari maktab yoshidanoq iste'molni boshlashgan. Eng yomoni, mahsulotni xarid qilish uchun ular ko'chaga chiqishi ham shart emas. Yoshlar maktabga yoki kiyimga deb olgan puliga onlayn tarzda moddani sotib olishadi. Farzandingizning holatidan u sintetik moddani iste'mol qilganini bilish juda qiyin. Sababi bunday turdagi moddalar an'anaviy narkotik moddalardek xushni yo'qotishdek maza bermay, balki kuchli energiya beradi, kayfiyatni ko'taradi va har doim kayfiyati chog' yuradi. Ammo beriladigan har qanday kuch ham insonning o'z tanasidan olinib, keyingi kun uchun ham tabletkalar bo'lmasa, inson o'zini holsiz sezishi va yana qayta psixotrop dori vositalarini xarid qilishga shoshishi mumkin. Bizning navbatdagi lokatsiyamiz Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markazining narkologik klinikasi bo'ldi. Hattoki bu markazga davolanishga kelganlarning ba'zilari 3-sinfdan boshlab sintetik giyohvand moddalar iste'molini boshlashgan. Bu yerda giyohvand va psixotrop moddaga o'tirib qolganlar vaziyatdan chiqib ketish va to'g'ri yo'lga qaytish uchun davolanishadi. Bizni markazimiz asosan 18 yoshdan yuqori o'z xohishi bilan kelgan bemorlarni davolaydi va bizda 28 yoshli, 29 yoshli, 30 yoshli bemor bo'lishi mumkin, lekin ulardan anamnez yiqqanimizda, ya'ni birinchi qabul qilgan psixoaktiv moddasi va yoshini so'raganimizda juda erta yoshdan boshlangan. 13-14 yoshlarda. 18-19 yoshida bir nechta turdagi psixoaktiv modda, giyohvand moddalarni qabul qiladi. Bu darajaga kelish uchun yillar kerak bo'ladi. Demak, u bolamiz juda ham erta yoshdan boshlagan. Bemorlar, hozir o'zim ko'rgan bemorlarim, 18 yoshli bemorim 9 yoshda psixoaktiv modda qabul qilgan. 9 yosh bu 3-sinf bolalar. 3-sinfdan bitta turdagi psixoaktiv moddani, psixotrop dorilarni qabul qilishni boshlagan. Muammo shundaki, hozirgi yangi psixoaktiv moddalar qabul qilinganda bemorda qanaqadir qaltirash, ko'z ostini qorayishi, burchaklarga kirish, bunaqa bir oldingi narkomaniyani klinik belgilarini ko'rmaysiz. Bu yangicha. Maktab o'quvchisi 2 dona tabletkani og'ziga solib darsga kirib ketadi, o'qituvchi sezmaydi. Darsdan chiqib yana qabul qilib uyga kiradi. Ko'zidagi qizarishi turli usullar bilan ketqizadi, buni bemorlar juda yaxshi biladi. Va hozirgi kunda 28 yoshli bemorim bilan misol uchun suhbatlashganimda 13 yil oldin boshlagan. 13 yil davomida otasi, onasi, turmush o'rtog'i, hattoki ishxonadagilari ham sezmagan. Ayrim sintetik psixotrop moddalar organizmda yillar davomida saqlanib, irsiy o'zgarishlar keltirib chiqaradi. Natijada giyohvandlikdan aziyat chekkan inson emas, balki uning hali tug'ilmagan farzandi ham bu illatning oqibatini boshdan kechiradi. Agar bu jarayon to'xtatilmasa, bir necha yildan so'ng biz nafaqat sog'lig'ini yo'qotgan, balki genetik jihatdan zaiflashgan avlod bilan yuzlashamiz. Bu esa millatning biologik barqarorligiga tahdid soluvchi sokin epidemiyadir. Hozir siz tinglaydigan insonning ham bir nafar bolasi bor va aynan mana shu bolasining tarbiyasi va kelajagi uchun u sintetik giyohvand moddalar iste'molini to'xtatishga qaror qilgan va mana shu manzilda davolanyapti. 18-19 yoshli paytlarim psixotrop moddalar, ya'ni tabletkalar ichishni boshladim. Ya'ni stressdan deb o'ylayman. Aslida katta stress bo'lganidan keyin shu psixotrop moddalarni qabul qilishni boshladim. Bir 7 yilcha to'xtovsiz qabul qildim. Kimdir orqangizdan quvib kelayotgandek, xuddi milisa orqangizdan quvayotgandek, xuddi kimdir sizni o'ldirib qo'yadigan ощущениyalar bo'lib, shunaqa jinniliklar qilar ekansiz. Avvalambor sog'lig'imni yo'qotdim, eng katta. Chunki bu sog'lig'i million dollar bilan ham bu sog'lig'ni qaytarib bo'lmaydi. Mashinamni sotib yubordim. Yoshligimni yo'qotdim. Yaxshisi 9 yilda farzand ko'rdim. Shu farzand ko'rganimdan keyin tashlashga qaror qildim. Chunki men bo'lajak onasi bunaqa ishlar qilib yurgan o'g'il bola tug'dim, Muhammad Yusuf ismlari. Xohlamaydirdim onasi shunaqa bo'lishini. Uni tarbiyasi bor, bolani tarbiyasini qilish kerak, to'g'ri tarbiya berish kerak deb o'zim lecheniya qilishni xohladim. Mutaxassisning fikriga qaraganda, aynan sintetik giyohvand moddalar iste'mol qiladigan insonlar uxlashmaydi. Faqat birgina holatda ular uxlab dam olishlari mumkin. Ya'ni ertangi kun uchun ular iste'mol qiladigan dori bo'lsa, ular tinch orom olishadi.
bitta qizchamiz kelgan. Qizchamiz bizni patogimiz bilan qabul qilamiz degan gapni ham aytgan. Butun patog qizlar psixoaktiv qabul qilamiz. Bizga katta kurslar o'rgatgan va o'shanda ham imtihondan yaxshi o'tasan, yaxshi fikring ishlaydi degan bir yolg'on bilan. Chunki nimaga yolg'on? Chunki psixoaktiv moddalar insonga vaqtinchalik energiya, kuch, muloqotga kirishuvchanlik berishi mumkin. 5 gramm oldimi, 5 gramm tugamaguncha o'rnidan turmaydi. 1 gramm oldimi, 1 gramm tugamaguncha o'rnidan turmaydi. Lekin yomon tarafi bu qizlarda. Qizlar juda nozik bo'ladi. Bunaqa katta miqdorda qabul qila olmaydi. Hattoki uning 0,1 ham o'limga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham qizlarimizda periodoz deymiz, zaharlanish holatlari yangi psixoaktiv moddalardan ham, boshqa turdagilardan ham ko'p uchrab turadi. 2000-yil qizimiz aravachada ikkita so'z aytadi. Non deydi, ona deydi, bo'ldi. Shu bir hafta 10 kun oldin yaxshigina hamma qatori qizimiz yurgan bo'lgan. O'ziga o'zi xizmat qilib, soppa-sog' inson psixoaktiv moddani ko'p miqdorda qabul qilgan. Birinchi yoki ikkinchi qabulidanoq qizchamiz bir umrlik nogiron, qizimiz nogiron. Psixotrop moddalar an'anaviy narkotik mahsulotlardan shunisi bilan farq qiladiki, ularning atigi 500 gramm tabletkasi ba'zan an'anaviy giyohvand moddaning 500 kilogrammidan ham kuchliroq ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sababi bu mahsulotlarning tarkibini istalgancha kimyoviy qo'shimchalar bilan kuchaytirish juda ham oson. Bojxona organlari bergan ma'lumotlarga ko'ra, psixotrop moddalarni mineral o'g'itlar, bolalar uchun oziq-ovqat, shu bilan birgalikda gullar uchun ozuqa va hatto maishiy kukunlar sifatida chegaradan o'tkazishga ham harakatlar bo'lyapti. Eng xavotirli jihati, aniqlangan har bir formula o'rniga bozorda darhol yangisi paydo bo'lmoqda. Ya'ni kimyoviy tarkibi o'zgaraveradi, nazorat qilish esa tobora qiyinlashmoqda. Bu ikkinchi marta yotishim. Birinchisida uydagilarni doveriyasiga kirish uchun yotasan, короче. Jahon standartlari bo'yicha reabilitatsiya 6 oy davom etadi. Eng kamida 6 oydan 12 oygacha. Bu yoqda biz markazda 2 oy davom etadi. 2 oy yotdim, chiqdim, bankka ishga kirdim. 2 oy bankda ishladim. Qo'limga pul yig'ilib qoldi, где-то $1000. Qo'limga $1000 yig'ilib qoldi. Yana bitta qiz bilan tanishib qoldim. Xayolimda $1000 bor. Men bu narsa olsam 4 gramm narsam bor ekan. Men qiz bilan mazza qilaman. O'sha ketayotgan joyimda qayrildim-da, u qiz uyiga borib 5 kun qolib ketdi, короче. $1000 ishlatib, $1000 5 kunga yetkazdi. O'shandan keyin yana boshlanib keldi. Keyin u qiz bilan yashadim. Mashinamni sotib yubordim. Keyin u qizni tillalarini sotishga o'tdi. Bir где-то 2 oycham yashadiydi. U qiz uydan chiqib ketdi. U qiz bilan yashab yurdim. Uydan bu qizga uylanaman, bu deb. Hayolim faqat o'sha qizda bo'lib qoldi. Bashki keyin hech narsamiz qolmadi. U qiz bilan urushib qoldi. Keyin uydan chiqib ketdim. O'zimni o'ldirmoqchi bo'ldim. Shu fikrlar keldi. Bo'ldi, men bu narsadan chiqa olmayman. Uydagilarni ham qiynab yubordim dedim. Qo'limni kesdim. O'xshamadi. Keyin uyga bordim, uydagilar ko'rishdi, vahima qilib yuborishdi. Masalan, "Oyi, men chiqa olmayman, davolanishim kerak, o'zim anaqam bilan bu dedim." Mana 6 oy ichida hali ham davolanib keldim. Bilasizmi, bu yo'lga kirganlarning har doim aytadigan bitta gapi bor. Pushaymonman. Ha, bu so'zlarga ko'pchilik ishonmay ham qo'ydi, lekin biz psixotrop moddalar iste'molchilariga boshqacha savol berdik. Siz bu yo'lga kirib nimalarni yo'qotdingiz? Javoblar turlicha, ammo mazmun bitta. Hamma narsa bor edi. Yonimda ham xotinim, farzandim, hammaligi bor. Mana shunaqa kun bo'ldi, chakishni boshladim-mi, yo'qotishni boshladim. Yaqin. Orada men aytdim-ku, men o'sha joyda ishlaganman. Narsadan muammo bo'lmagan. Hamma bilan men senga, men gref deb yurganman. Menga yaxshi aytilayotgan odamlar bor, insonlar. Men uchun dushman bo'lib ko'rinyapti-da. Meni yomon yo'lga tortayotganlar bo'lsa, men uchun yaxshi inson bo'lib ko'rinyapti. Bitta joyda, bitta laganda osh yegan oshna-og'aylarimni o'sha vaqtda qadrdon deb yurganman-da ularni. Chakvonsiz ularga bir kun bermadim-da. Men yo'q sarlagandim, bermayman. Oka ikkita bola shunaqangi meni o'zim murtbashash, shunaqangi bizbashashda oka hazillagan urishmadi. Shundan keyin tushunib yetdim-da, bular oshna-og'ayni yo'q. O'zingiz xulosalaringiz qanaqa endi? Oxiri 3 ta variantda o'lim, qamoq, eng yaxshi variant shu больницаga kelib qolishingiz. Eng yaxshi variant. Kelib qolsangiz undan. Bo'lsam qamoq yoki o'lim. 4 yil davomida iste'mol qilgan bo'lsam, oilam buzilib ketdi. 1 yasharli farzandim bor edi. Xotinim shularni bilib, hammasini bilib tashlab ketdi. Ajrashdik, oilam buzildi, bolam yetim qoldi. Mana 3 yildan beri uyda yashamayman.
Bir yildan keyin buni iste'mol qilayotganimni otam bilib qoldi. O'zimning xonamda notebugim, planshetlarim, yaxshi sharoitim bor edi xonamda. Bir kun notebugim yo'q bo'ldi, bir kun planshetim yo'q bo'ldi, bir kun kompyuterim yo'q bo'ldi. Oxiri majbur bo'ldim mashinamni ham sotishga. Mashinamni sotganimdan keyin nima bo'ldi? Xotinim bilan ajrashdim dedim-ku. O'sha xotinim bu narsaga ko'zi yetmadi. Men bilan yashagisi kelmadi, o'sha oxiri uyimdan oltinchilik ko'payib ketdi. O'sha adam uyimdan haydab yubordilar. Ko'chada yashab yurdim. E'tibor bergan bo'lsangiz 3 marta psixotrop moddani yashirishga harakat qildim. Ammo meni hali ushlashgani yo'q. Hattoki sezishmadi ham. Ammo men kuzatuvda bo'lganim aniq. Chunki ular meni ushlashdi. So'zim oxiridan nima demoqchiman? Farzandlaringizga e'tiborli bo'ling. Ular telefonda nimani gaplashyapti, kim bilan suhbatlashyapti, telefonda nimalarni kimga jo'natyapti, hammasini nazorat qiling. Chunki psixotrop moddalar savdosi, ularni olib sotish hammasi aynan mana shu telefonda bo'ladi. Va 1 daqiqa ichida mana shunday psixotrop moddalar farzandingizni o'z domiga tortishi hech gap emas. To'g'ri, biz bu jarayonlarning barchasini sahnalashtirdik, ammo narkotik va psixotrop moddalarni sotganlar ham, balki iste'mol qilganlarning ham oxiri qamoq yoki o'lim. Bu mavzu haqida esa bong urish vaqti keldi. Shunday ekan, ko'chada bo'ladimi yoki podyezdlar tagida yoki kvartiralar oldida odam yurmaydigan joylarda siz shubhali insonlarni ko'rishingiz bilan albatta tegishli idoralarga xabar bering. Chunki bunday insonlar, ya'ni narkokuryerlar, shu bilan birgalikda zakladchiklar bir kun kelib sizning ham farzandingizga mana shunday dori vositalarini bermasligiga hech kim kafolat bermaydi. Shu sabab ham farzandingiz bilan ko'p vaqt o'tkazing va ular bilan birga bo'ling, e'tiborli bo'ling. Telefonda nima qilyapti, hammasini kuzating. Biz esa mana shu joyda bu kontentimizni yakunlaymiz. Agarda biz bergan ma'lumotlar va ko'rsatayotgan barcha narsalar sizni ozgina bo'lsa-da e'tiboringizni tortgan bo'lsa, biz bundan xursandmiz. Salomat bo'ling.